Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi Moskvadan Toshkentga chiqib ketib turgan avtobuslarimiz posадка bo'lyapti. Ikkita avtobus to'ldi vatandoshlar. Reyslarimiz Sankt-Peterburg, Moskva shaharlaridan O'zbekistonga har kuniga bor. Sankt-Peterburg, Samarqand, Toshkent, Moskva, Samarqand, Toshkent yo'nalishida avtobuslarimiz bor azizlar. Komfort Lux avtobuslar qatnovlari. Har bir yo'lovchi uchun ikkitadan so'mga bepul bo'ladi. Dokumentida kamchilik bor aka opa-singillarimizga qo'ldan kelgancha yordam qilib olib ketamiz. Reyslarimiz Premyoy O'zbekiston Sobir Rahimov avtovokzaliga kirib boradi. Avtobus ichini qisqachagina obzor qilib beramiz. Transportimiz ichida yo'lda kerak bo'ladigan hamma sharoitlar bor. Har bir sidinaning orqasida alohida har bir yo'lovchi uchun zaryadliklar, kerak bo'lib qoladigan podnoslar, ruchnoylarni qo'yadigan joylar bor. Ikkitadan monitor, bu yerda ana kuller, issiq suv, sovuq suv ham bor. Endi narigi avtobus ichini ham ko'rsatamiz. Akalar yaxshi ketyapsizlarmi? Chotkimi? Yo'lovchilarimiz o'tirishibdi shu avtobusdan. Ikkala avtobus chiqib ketadi O'zbekistonga. Ketmoqchi bo'lganlar bemalol ekranli raqamlarga aloqa chiqarasizlar azizlar. Ishonchli nomerlar qoldirib qo'yamiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar обязательно подписаться bo'lib qo'yinglar. Har kuni chiqib turgan reyslarimiz haqida qisqa ma'lumotlar qo'yib boramiz.